Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana bu yil 2025-yilgi g'ish apparat sezonimizni ham boshladik. Sizlarga hozir bitta apparat tayyor bo'lgan apparatimizni qisqacha video obzorini ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, mana loyimiz ham tayyor hozir. Bu stanogimiz Qashqadaryoga, ya'ni Qarshi tumaniga tayyorlandi. Kichkina shu shpatelda bir donadan ruchnoy kesib olinadigan apparat bo'ldi. Elektricheskiy. Akalarimiz hozir kelishgan, egalari shu stanokni ishlatib berish jarayonidamiz. Tekshiruv jarayonida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Apparatimiz elektr varianti 3 fazaga. Reduktorlarimiz RCD 350 reduktor qo'yilgan, rossiyskiy. Juda zo'r holatda. Motorimiz 13 kilovat. Xo'sh, mana bu tomonlari oldingi videolarimizda ko'rganlaringizdek, mana bu yil 2025-yilgi mana birinchi apparatimiz. Bugun 29-mart 2025-yil. Hozir apparatni ishlatib ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, o'zlaringiz baho berasizlar. Har doimgi aytib o'tadigan gapimiz, burchaklarida ozgina nuqsonlari bo'lishi mumkin g'ishni chiqish paytida. Ish apparatimiz mana burchaklarida ozgina nuqsonlar bo'lishi mumkin, lekin bu ochilib ketadigan. Akalarimiz zakaslari bo'yicha mana paltara razmeriga va standart razmerga tayyorlandi. Mushtiklar, ikkita mushtikda berdik. Videoni oxirigacha ko'ramiz do'stlar. Videomiz yoqsa bitta like bosib, shunaqa biznesga qiziqadigan aka-ukalarga, do'stlarga tashlab qo'yamiz.
do'stlar, odam yetishmagani uchun video davomida gapira olmadik. Stanokni o'chirdik. Birinchi paltara razmerga, keyin standart razmerga mushtik qo'yildi. Loyimiz ozgina suyuqlik qildi. Videoni ko'rgan bo'lsalaringiz, bu hozir mana standart razmer. 6,5 12 25. Mana. Burchaklari sal ushlab qolyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu standart razmerimiz. Loyimiz sal suyuq ekan. Loyimiz ozgina suyuqlik qildi. Mana sal shivroq chiqdi. Paltara g'ishlarimiz sal razmerlari chiroyli chiqmadi. Lekin bu loydan albatta. Mana bu standart razmerimiz. Mana akalarimiz kelishgan. Laboda olib ketishadi, xudo xohlasa. Stanogimiz laboga sig'adi. Yana bir qaytarib o'tamiz. Elektrichеский variantda ruchnoy kesadigan. Razmeri 2 xil bo'ldi. Standart va paltara razmerida. 2025-yil 29-mart kunidagi sanamizdagi narxi 24 million so'm. Joyidagi narxi 24 million so'm. Dastavka alohida yoki o'zlari olib ketishadi. Kimga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Kimni shunaqa stanoklar qiziqtirsa, videoni tagidagi raqamlarga murojaat qilamiz. Hammaga rahmat. Keyin do'stlar, bu stanogimizni dogovor shunaqa bo'lgan, kelishuv akalarimiz bilan mana o'rtadagi kelishuv shunaqa bo'lgan. Stanokni o'zlarining uylariga borib ham ishlatib beramiz. Xudo xohlasa 2 kundan keyin mana bugungi 29 bo'lsa, sanamiz 31-mart kuni biz Qashqadaryoda bo'lamiz. Xudo nasib qilsa Qashqadaryoda bo'lamiz. Shu stanokni uylariga borib ham ishlatib beramiz. Yana bu yerdan albatta video qilamiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Kimda shunaqa stanoklari bo'lsa, ishlatishga qiynalayotgan bo'lsa, albatta telefon qilasizlar. Qashqadaryo tomonlarida bo'lsa, yo'limiz ustida bo'lsa, kirib tushuntirib o'rgatib kelamiz.